Assalomu alaykum. Chorvaygim Motor kanalini kuzatib borayotgan ijtimoiy tarmoq va YouTube kuzatuvchilari va tasodifan ko'rayotgan aziz hamyurtlarimiz. Va xolasa mana bu yerda Optim chetiga kelib qoldik. Hafta kunlarimizga 2026-yil 24-aprel sanasida turibmiz. Va xolasa mana bu yerda dala buqalari, yosh ko'chatlardan bor ekan. Va xolasa bir qator sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz. Bu yerda assortiment ko'p ekan. Mana bunday nog'ochchalardan deysizmi? Ko'chat buqachalardan deysizmi? Xolasa hammasidan bor ekan. Agar mana bunday xunojillar kerak bo'lsa, xunojillardan ham bor. Xolasa bu 1-2 soatdan keyin chiqadi keyingi videomizga. Xolasa videoni oxirigacha ko'ring, like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Mana bunday paroda ishqibozlariga parodalardan ham bor ekan. Xolasa Ravshanbek akamdan bularning ma'lumotlarini olamiz bir qator. Videoni oxirigacha kuzatinglar, like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamasdan. Assalomu alaykum, Chorvaygim Motor kanalining obunachilari. Xolasa, mollarni zo'rlarini kelib qo'ydik. Gap yo'q aka. Biz O'zbekistonda mol, hali chetdiki, baldoqda olib unaqa yo'q bizda. Bor narsani bor chiqaran. O'zbekistonda mol, lekin Qirg'iz deysizmi, Rossiya deysizmi, Tepishaveradi. Tepishaveradi. To'g'ri, mana uni qara. Qirg'izda zo'r molni aka, buni yonida piyasib qoladi. Gap yo'q. Udorlari bor mana. Haqiqatan mollaringiz, ko'chatlari yomon emas aka. Haqiqatan bozorda zo'rlarni teribsiz aka. Narxi ham o'ta yengil bo'ladi xolasa. Bo'ldi, gap siz. Aka, bunday qilaylik. Video boshidan agar kelib ko'raman deganlarga bitta manzil tushuntirib o'tasizmi? Kelib ko'raman deganlarga mana. Bu tomoni o'zimiz Saroyda sentrimizdan Namangan shaharga yurish. Aha, mana akalar. 2 kilometr atrofida keladi. Yo'lni bo'yida. Aha. Bu tomon Namangan shahardan kelish. Loladan kelish. Ha, Namangan shahardan. Aha. Lola bu to'yda olib ketadi. Tepaqo'rg'ondan, Tepaqo'rg'ondan o'tgandan, so'ydan o'tganda chap bo'ldi. Yo'lda bo'yida lakasa tashab beramiz, kelishaveradi. Bo'ldi. Akalar, xolasa mana bu yerda mana savdolar bo'lib turibdi. O'tgan ketganlar kelib to'xtab, bozorlarni bir qator ko'rib, yoqqanini savdo qilishyapti. Hozir o'sha yerda bo'g'ozda savdo qilishyapti mana akalarimiz. O'sha mehmon ekan hozir. Bo'ldi aka, qaysi tarafidan boshlaymiz? Ketaveramiz mana shu yerdan. Aka, bunday qilaylik. Nech puldan nech pulgacha nog'ochchilar bor. Video boshini aytib o'tib ketaylik. Qiziqqanlarga 10 million 900 dan 20 emas, 19 million 800 gacha bor. qanchadan dedingiz? 10 million 900 ming so'mdan. 10 million 900 dan 19 million 800 emas. 19 million qanchadan? Narxini eshitib keling buni. Mana molni pachkasini ko'ring buni. Bo'ldi, aka mana. Sonni qarang sonni. Mol bor-ku. Sifat aka. Qancha maqtasangiz arziydigan mollar. Gasiz yo'q. Aka, molni ko'chatlari da xolasa mana para ekan bir-biriga. Ikkovi ham shvet ekan-a? Ikkalasi ham shvet mana. Shoht ko'ryapsiz, qumlarni bo'satib o'raylar, jonivorlar mana. Shohtlar. O'sha 4 oylik, 3 oylik, 4 oylik bo'zalar bular. gap yo'q. Olasi maza qilib boqsiz. Aha. Bo'ylari qancha ekan aka? Bo'ylari 1.5 plyusdan ekan. 1.5 plyusdan-a? Bo'ldi. Akalar, mana molni sorti ko'chatida xolasa ideal. Olgan odam baraka topadi. Ertaga uyingizda mol boqsangiz, moling bormi, borday degandek. Buni kim olgan taqdirda aytdimi? Maza qilishadi. Aha. Mol o'ta dahshat narsalar ko'ryapti. Ya, ko'chatiga Og'ilga kirib, molni tomosha qilganda o'zi ishdan kelib chorchoq chiqib ketadi mollar. albatta. Buni oldiga achtisi yo'q. 20 million, 20 million, 100, 200 yo'q. Aha. Buni 20 millionni piyasada chiqaraman dedimi? 19 million 800 yani, 19 million 600 ming so'mdan ikkalasini bir joyga chiroyli kamini beraman. Chiroyli 50 ming 100 ming o'taman demaysiz aka. Chorva 24 dan chiqdim, shu ikkita molim yoqdi, like bosdim deysin. Aha. Xolasa Chiroyli qilib o'tib beraman. chiroyli qilib o'tib berasiz. Aytilganda ota Samarqandgacha dastlab beraman mana. Bonusiga. Gap yo'q aka, otangizga rahmat. Ekan Samarqandgacha hech qo'yilmayapti turdi. Yaqin orada mana akamiz mardlik qildi. Samarqandgacha ketdi dastlabki asaga o'sha aytilgan narxdan bo'lsa. Ikkinchi partiyamizga qaysizlar aka? Mana shu uchtasimi? Kichinaroqlari. Bu Shvedga gibrid ekan-a bu. Shvedga gibrid, mana. Mana. Oq bosh. Akalar.
Mol holatlari. o'ta Mana bu dahshat. u buzovni o'ta kichkinaligidan, yoshligidan dalolatda bu. Bo'lsa 2 oylik, 2,5 Mana oylik. kalla holatlari. Shunaqa 2 oylik, 2,5 oylik buzovlar ekan. Voy 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 Hali voy. buzovchini to'kilmagan. Mana bu Jonivorlar. mana bunday qilib, mana ko'ryapsiz-a? Mana bunday qop-qora bo'lib qoladi. Prosta buzovchini kuygan. Shuni hisobiga sarg'ayib turibdi ozgina. Lekin tum qora bo'lib qoladi. O'zi mana tulagan qo'yilgan ekan o'zi bu. Bilinib turibdi-mi? Tulagan joylari qorayibdi o'zi. Qop-qora bo'lib qoladi. Tum qora bo'ladi. Mol 30 millionlik mal bo'ladi. Tulaganni o'zi 20 million ustiga o'tib ketadi bular. Gap so'z yo'q aka. Mana buni qarang endi. Bunisi ham gibrid ekan aka. Mana. Oq bor. Oldi ko'chatini ko'ringlar. Sort sifati. Och turaman. Uzunligi deysizmi? Tumshularigacha mana oq. Mol mana 100% gibrid narsa. Aha. Buni uchalasini Bo'ylarini o'lchadingiz. 95 plyusga olishsa 96, 98 chiqyapti. 95 plyusga olishsa bo'yda toshmay bunaqa ko'chatni u bilgan biladi. To'ppa to'g'ri aka. 95 plyusdan aka qarang. Buni bir joyga qilib chiroyli qilib ayting. 14,5 yo'q. Aha. Aytdimmi, narxi yengil oladi buga. Bo'ldi. Qani? Buni oldim degan buni ochamiz mana. Qani? Bismillah. Siz ham hayron qolasiz. Qani? 14 emas. 14 million 900 emas. Bir joyga oldim degan 14 million 800 ming so'mdan xayriga amanaqa beraman. 13 million 800 so'm. 13 million 800 dan. 14 million yo'q deb 14 million 800 dan qo'yib qo'ymayman. Bo'ldi aka, xudo xolasa. 13 million 800 dan uchalasini bir joyga. Tellab olsa 200 ming plyus. Ha, tellab olganga 14 dan, ha? Ha, 14 dan ketaveradi tellab oladi. O 500 ming, 1 million unaqa yo'q bizda. Aha. Bir joyga olgan odam bitar ekan, xudo xolasa aka. Amanaqa beraman yana. Chiroyli kami ham bor. Bor. Aytilgan narxlar akalar savdo uchun cho'ntaklaringda qancha pul bo'lsa, bir og'iz telefon qilib, ko'ngliga qo'l solsalaring, ma'qul kelib qolsa, berib yuborishadi. Gap. Chorva 24 dan chiqdim, like bosdim. Otangga rahmat yozdim deysiz, bular ham Samarqandga mana shu narxda yetkazib beraman. Gap yo'q, otangizga rahmat aman. Haqiqiy narxlar bomba bo'lyapti akalar. Mana bunday bozorda ham to'g'risi mash buzolarida ham 15 million, 16 million kami bor deb turibdi-da. 1 metrga 5 ya. Mana bunisi 1.5 ha? 1.5, o'zi 1 metr. Bunisi 1 metr. Ko'chatini qara. Gap yo'q. Bular jichcha semirsa bor-ey, katta buqacha bo'lib ketar ekan aka. Bicha qara usul ekanda, endi haligi hamma har xil boqadi-da, somon bilan boqqan endi xudo biladi bularni. Ikkalasi narxi yengil. Bo'yi Pulini qulay qilib bering. Menga bo'yi katta, sal puli qulay deganlarga ekanda bu. Ikkalasini bir joyda oldim deysin, 13,5 yo'q. 13 million 200 ming so'mdan aytilgan gap otilgan o Samarqandgacha yetkazib beraman. Like bossin, yetkazamiz. Gap yo'q ekan, mana shular arzon bo'ldi lekin. Mana bular akalar o'tqa bemalol kirib qolgan, o'zini eplab qolgan variantidan. Mol o'ta ideal xudo xolasa. Bundan ba'd faqat oldinga yuradi, oxurga qarab. Bo'ldi aka. Bu mollarimiz nima, haligimga ham tushdi. Xolasa bu masalaga ham tushdi deb o'ylayman. Hop. Nega ko'chatlarimiz bor? O'tardan Ko'chatlar. Bo'ldi. Qani? Birinchisi Shvet ekan akalar, mana haqiqiy dala qo'yasiz ekan-da bu shvetcha. Mana bu. Ya'ni hozirdan polvonlar. Haqiqiy qilib qo'ygan ekan shu zamon. Ikkinchisi. Va uchinchisi. O'zi bu qarang, turishdi. Haqiqiy ozgina teja borsalaring bor, mana bu qoladi, xolasa kelajagi bor narsalarda. Birinchi, ikkinchidan bu qani eng kichkinasilar. Bo'ldi, bo'ylarni qanchaga beramiz aka? Buni 85 plyusga olsin, 90, 87, 85 qilyapti. Ha, 85 dan 90 gacha. Ha, 90 gacha. Buni to'ralasini. To'rovini bir joyga aka, oldim degan. 10 million, 12 million boshqa qilmayman. Oldi boshqasi yo'q buni. Aha. To'rasini bir Kallasini joyda. qarang akalar. To'rovi bir joyga. Oldim degan buni olmoqchi. Buni ochamiz. Qani? 11 ham yo'q, aytdimmi? 11 deb aytdim. To'rasini bir joyda 10 million 900 ming so'mdan savdo qildim. Gap yo'q. Aka, narxni zo'r qo'ydingiz. Endi mana shu ertaga boru. Men bitta so'rayman endi aka. Mana shu to'rovidan boru 400 ming o'tib bermasangiz bo'lmaydi aka. Nima deysiz? O'shanga like-ni bosib,
Otanga rahmat deb qo'yishsin. 10 million 800 ming so'mdan Samarqandgacha baraka. Agarlar mana da xolasa chorva 24 dan chiqyapman desa yana o'tib berasiz xayriga. Qilsa xayriga ham bor. Vodiy bo'ylab dostavkasi ekan. To'rrosini bir joyga olsin, aytilgan narxda Samarqandgacha. Gap yo'q aka. Da xolasa akalar aytilgan narxlar savdo uchun bemalol talashib tortishib cho'ntaklaringda qancha pul bo'lsa bir so'rab ko'raverasizlar. Muomalaring yoqib qolsa balki berib yuborishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Da xolasa videolarimizni yakunlaymiz. Video oxirida keyingi videolarimizda xolos mana shu ichkarida xunojin bo'g'ozlar ham bor ekan. Da xolos ularni ham bir qator yoritib beramiz. Qo'ldan kelganicha. Aha. Hammasini bir joyda oldim degan obunachilarimiz bo'lib qolsa. Nechi bosh aka? 2, 4, 6, 8, 11 bosh ekan. 11 bosh ha, mana akalar 11 bosh bir joyga. Oldim degan obunachilarimiz bo'lib qolsa. Mashlari ham ketaveradi ichida. Ketaveradi. Bo'ldi, endi bitta narxda ayting aka. Chiroyli qilib ayting. 13 million 700 qo'yib beraman. Bir joyga. 13 million 700 dan ha. Ichida mashlari ham ketaveradimi hisob? Telefon qilsin 13 million 500 ming narx beraman. Mayda jida qilmayman. O'zi aka yarmidan ko'p molingiz bor, 13 ustida bo'lyapti hozir. Xudoga tavakkal. Hozir mana Qismam, ziyon qismam aytilgan gap otilgan. Bash to'rttasi 13 ta past bo'lyapti xolos aka hozir. Unda hali yakkalabga-da misol uchun, ikkita, uchtalabga. Ha 13 million. Hammasini bir joyda oldim degan obunachimiz aytdimmi? Bomba bo'ladi. Bunaqa faqat chorva 24 da like bossin bu. Gap yo'q aka, keling video oxirida bu buzoqlarni bor-ku, hammasidan 100 ming o'tib berasizda xolasa obunachilar shunday telefon qilib bir joyga olishadi. Telefon qilsin. Ishlari bitadi. Telefon qilsin, ishni bitiramiz da xolasa. Bo'ldi. Mana babbar aka. 24 qissa bo'ldi. Bo'ldi. Aka bozoringizni bersin. Da xolasa bugun mollarni tugab ketadi. Mol serob, lakasa. Tagi serob ha. Akalar mana bunday holatdagi mana xunojillar ham mana terilib turibdi da xolasa. Keyingi videomizga, bu videomizga like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Da xolasa mana bunday arzonchi variantlar kelganda birinchilardan bu sizning ekraningizda paydo bo'ladi. Sog' bo'linglar.